aytar ekanlarki, men talib ilmman der ekanlar. Ma'al mihbarati ilal maqbarati deb qo'yar ekanlar. Ya'ni bu gaplaringiz bilan biz bu narsani tashlamaymiz, bu yo'limizni o'zgartirmaymiz. Yozib hadislarni to'plab va shu jihatdan mustahkamlab umrimizning oxirigacha mihbara bilan maqbaraga, mihbara siyohdon, maqbara qabriston, ya'ni Go'ristonga siyohdon bilan Go'ristonga siyohdon bilan boramiz derkanlar. Ya'ni ilmga shu darajada, ya'ni hadis ilmiga, hadislarni tadvin qilish, yig'ish, to'plash, o'rganish, uni ahkomlarini, hukmlarini, fiqhiy tomondan ham hukmlarini chiqarish, bu ishlarga juda ham qattiq kirishishgan edilar. U kishi shunchalik ilmlari bilan bir qatorda taqvoda ham misli ko'rilmagan darajada zamonalarda atrofidagilarga ibrat edilar. U kishining o'g'illaridan rivoyat bo'ladiki, har haftada Qur'onni 2 martabadan xatm qilar ekanlar va har kechada u kishi 300 rakatdan namoz o'qirdilar deydilar o'g'illari. Keyinchalik keksayib qolganlaridan keyin, kuchlari, toqatlari yetmay qolgandan keyin har kecha 150 rakatdan namoz o'qiydigan bo'ldilar dedilar. Shu bilan birga shunchalik ilmga odamlar o'rtasida shunchalik e'tiborga molik bo'lsalar-da, lekin hayotlari juda ham oddiy, faqirona edi. Hatto bo'yra ustida o'tirishga ham ba'zida unamasdilar. Bo'yra ustida o'tirish ham bu ham manmanlik bo'lib qolmasin deb boshqalarni qaytarmasalar-da, lekin o'zlari bo'yrada emas, balkim to'g'ridan to'g'ri turpoqda o'tirib dars qilishni, tuproqda o'tirishni yaxshi ko'rar ekanlar. O'sha zamonlari davrlaridagi xalifalardan xalifa Mutawakkil o'zini o'g'li Al-Mu'taz degan o'g'lini bu kishiga shogirdlikka bermoqchi bo'lganda, bu kishi undan uzr aytib qabul qilmadilar. Mualliflar aytadilarki, qaniydi Imom Ahmad bin Hanbaldek odam xalifa Mutawakkildek odamni o'g'lini tarbiya qilsalar yaxshi bo'lardi. Mamlakatga shu Imom Ahmad bin Hanbalni shogirdlari kerak edi. Lekin bu kishining o'zlarini fikrlari, ra'ylari bor edi. Uncha odamni so'zini olib ketavermasdilar. U katta ekan, zo'r ekan demasdilar. O'zlarining shaxsiy fikrlari, mustaqil ra'ylarda turardilar. O'zlari biladilar, u xalifaning o'g'lini shogirdlikka qabul qilmadilar. O'sha zamonni ko'p ulamolari bu kishiga oxir shogird bo'lib qolishdi. Iroq va Bag'dodni ko'p olimlari, mashoyixlari bu kishining darslariga yig'ilishardi. U kishining masjidda ommaviy darslari bo'lardi, uyda esa xos darslari bo'lardi. Masjiddagi ommaviy darslariga 5000 odam yig'ilardi. 5000 odamni taxminan 500 tasini qo'lida qog'oz qalami bo'lardi. Bir vaqtni o'zida 500 odam bu kishidan dars olib qog'oz qalam bilan ilm olishardi. Qolganlari esa shunday eshitib, u kishining mav'izalaridan, ilmlaridan foydalanishardi. U kishi faqatgina ommagagina ustoz emasdilar, balkim xoslarning xosiga ham ustoz edilar deyshadi. Jumladan mashhur muhaddislardan Abu Hatim Ar-Razi, Musa bin Harun va yana Ali ibn Madini degan mashhur ulamolarning ham ustozlari shu Imom Ahmad bin Hanbal edilar. Hatto bular ham hammasi bir tomonda tursin-u, bu aytilgan mashhur ulamolar ham bir tomon, butun musulmon dunyosini faxr bo'lgan Hazrat Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi degan zotlarni esa tanimagan odam yo'q. Imom Buxoriy bilan Imom Muslim, bularni ham ustozlari shu Imom Ahmad bin Hanbal bo'lgan ekanlar. Hadis ilmiga odamlarni qiziqtirish va islom ummatini bu yo'lga boshlash va bu yo'lda o'zlari ibrat namuna bo'lish, mana bu Imom Ahmad bin Hanbalga nasib bo'lgan. Keyin u kishidan so'ng hadis ilmi ko'p taraqqiy topib rivojlanib, ana keyin Imom Buxoriylar va Imom Muslimlar
keyinchalik yetishib chiqdilar. Bu kishini nomlari shu darajada mashhur bo'lib, o'z davrida elga tanilib, imom bo'lib qoldilar. Hatto turli xil toifalar odamlar bu kishining nomini hatto suiiste'mol qiladigan turli xil holatlarni rivoyat qilishadi. Ba'zi bir kulgili, ba'zi bir yig'laydigan holatlar. Bir kun dedilar, Imom Ahmad bin Hanbal bilan u kishini shogirdlari, u kishi ham bir mashhur olimlardan Yahya ibn Ma'in degan ikkovlari masjidga, Bag'doddagi bir masjidga kirishdi. Kirsalar, bir odam va'z qilib aytib turgan ekan, va'zxon, qissaxonlardan bir va'z qilayotgan ekan. U odam so'zida haddasani Ahmad ibn Hanbal va Yahya ibn Ma'in bikada va kaza deb hadis rivoyat qilyapti. Imom Ahmad rivoyat qildilar, ya'ni Yahya ibn Ma'in rivoyat qildilar deb og'ziga kelgan gaplarni gapiryapti. Ulardan bironta sodir bo'lmagan, aytmagan gaplarni aytdilar, falonchilar rivoyat qildi deb haligi odam shu, ya'ni odamlarga gapim ta'sir qilsin uchun deb shunday qilardi bular. Falonchidan eshitganman desa, falonchi shunaqa degan, falonchi domla aytgan deb gapini o'tkazish uchun ba'zi bir Xudodan qo'rqmaydigan yolg'onchi odamlar bo'ladi-ku, o'sha vaqtda ham, hamma vaqtda ham bo'ladi bular. Shunday deb turgan ustiga kirib qoldilar. Keyin hayron bo'lib qolishdi. Imom Ahmad yonlarida she'rlarga qarab, "Siz shunaqa deganmisiz?" deb so'radilar. Aslo unaqa bo'ladigan bo'lsa, borib ayting, bunaqa demasin. Eshitmagan gapini birov aytmaganini aytdi deb aytish yaxshi emas, borib nasihat qilib qo'ying dedilar. Lekin u kishi dedilarki, "Siz o'zingiz aytganingiz ma'qul, sizning nomingizni birinchi aytayotibdi bu" dedilar. Keyin oldiga borib hay odamni aytdilarki, "Menga qarang, Ahmad ibn Hanbal men bo'laman. Yahya ibn Mu'ayn esa mana odam bo'ladi. Biz bu gapni sizga qachon gapirdik? Qachon shu so'zlarni aytib, shunday qilib rivoyat qilib berdik?" deydi. Lekin bunaqa odamlarni gapi bilan laqillatib, ancha-muncha odamlarga gapni o'tkazib yurganlar ham anoyi bo'ladi deysizmi? Kutilmaganda haligi odam shunaqa bir javob berdiki, bular nima deyishni bilmay qolishdi. Hali gapirayotgan odam hech o'ylamasdan, hech dovdiramasdan, hech o'zini yo'qotmasdan hozir javoblik bilan shunday dediki, "O'zi ikkovlaringiz shu masjidga kirganingizda men aytuvdim, bulardan bir yomonlik hidi kelyapti. Bir ahmoq odamlarga o'xshaydi. Qanaqa ahmoqsizlar? Dunyoda nima? Ahmad ibn Hanbal bilan yana bu Yahya ibn Ma'indan boshqa odam yo'q ekanmi? Ahmad ibn Hanbal ismli odam sizdan boshqa odam yo'q ekanmi?" deb javob berdi. Ya'ni hech o'zini yo'qotmadi. Ya'ni sizdan boshqa Ahmad ibn Hanbal yo'qmi degan, lekin bular nima deyishni bilmasdan, kulgilari qistab indamasdan chiqib ketaverishgan ekan. Yoki bo'lmasam bularni nomlarini atrofida haddan tashqari mubolag'a qilib, u kishini ko'tar qilamiz deb yoki bo'lmasam har xil bo'lmagan gaplarni gapiradiganlar bo'lardi. Yuqorida ilgarigi suhbatlarimizda biz Imom Malik haqlarida ham eslab o'tdik. U kishi vafotlaridan keyin Andalusda, hozirgi Ispaniyada ba'zi bir toifalar Imom Malikning shaxslarini muqaddaslashtirib, ilohiylashtirish darajasiga yetgan edilar. Bu kishida ham shunday holatlar sodir bo'lib, Imom Ahmad bin Hanbal hali yuqorida aytdikki, juda qattiq imtihonga duch kelgandilar. Bu imtihonni biz sal keyinroq balki hikoya qilamiz. U imtihon juda qattiq bo'lib, mashaqqatli bo'lganidan bu kishini odamlar o'rtasidagi yana ham ta'sirlari, obro'lari ko'tarilib, kuchayib, yoniga bo'lmagan narsalarni ham odamlar qo'shib yuborishdi. Hatto ba'zi bir o'sha zamonning ilmli kishilar aytgan ekanlarki, Alloh taolo dinni ikkita bandasi bilan quvvatladi. Uchinchi odam yo'q. Shularning biri Abu Bakr Siddiq bo'lsa, ikkinchisi Imom Ahmad. Abu Bakr Siddiq riddat kunida, ya'ni payg'ambar vafotlaridan keyin zakot bermaymiz deb dindan qaytgan odamlar chiqqan paytida u kishi juda qattiq matonat ko'rsatib, din islomni bir marta saqlab qolgan bo'lsalar, ikkinchi marotaba Imom Ahmad saqlab qoldi.
dinni dedilar. Yana birlari esa aytgan ekanlarki, yo'q, Abu Bakr ham ko'ra Imom Ahmad ulug'roq odam. Chunki Abu Bakrni atroflarida odamlari bor edi, himoyachilari, yordamchilari bor edi, ammo Imom Ahmadning hech qanday yordamchisi yo'q. O'zi yakka holda dinni himoya qildi, o'zi yakka holda islomni saqlab qoldi deb bu kishini ham shaxsini ilohiylashtiradigan odamlar chiqib qoldi. Aslida voqea nima bo'lgandi? O'sha kishi davrlarida, ya'ni Imom Ahmad bin Hanbal zamonlarida Mu'tazililar rivojlangan edi. Ular haqida biz inshaalloh keyinroqdagi suhbatlarimizda xabar beramiz. Islom musulmonlar orasidan ajralib chiqqan, aqlni naqldan muqaddam deb biladigan, insonda tafakkur hurriyati bor, insondagi fikrlash hurriyati cheksiz degan da'volar bilan chiqqanlar va o'z zamonalaridagi podsholarni ham miyasini aylantirib, o'z zamonlaridagi xalifalarni ham ancha-munchasini yo'llariga olib kirganlar va o'sha orqali musulmonlarga juda qattiq kulfatlarni musulmon ulamolarni boshiga solganlar. Shulardan shunday qattiq fitnaga duchor bo'lganlari Hazrat Imom Ahmad bo'ldilar. O'sha zamonda bir fitnani ular ko'tarib chiqdilarki, Mu'tazililar Qur'on bu maxluqdir deb. Ammo ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha Qur'on maxluq emas. Ya'ni maxluq degani bu yaratilgan degani. Qur'on yaralgan narsa emas. Qur'on Alloh tomonidan nozil qilingan Allohning sifati. Lekin Mu'tazililar esa bu narsani inkor etishib, Qur'on bu maxluqdir degan da'vo bilan chiqdilar va o'sha zamondagi xalifalardan biri xalifa Al-Ma'mun Abdulloh bin Harun Ar-Rashid degan odamgacha yetib bordilar. Bu Ma'mun bu odamni otasi haqida biz Imom Shofiy davrlarida suhbatimizda aytib o'tdik. Xalifa Harun Ar-Rashid zamonida u voqealar bo'lib o'tgan bo'lsa, u odamning o'g'li Ma'mun 170-yilda bu odam tavallud topgan edi. Ya'ni xalifa Ma'mun otasidan keyin xalifa bo'ldi. Abbosiylarning 7-xalifasi. Imom Ahmad bin Hanbal esa tug'ilganlari 164-hijriyda tavallud topganlar. 241-hijriyda vafot etdilar. Mana bu odam o'sha zamondagi xalifalardan biri, ya'ni Abbosiylarning 7-xalifalari Ma'mun. O'zi tarixda har holda bu odam ilmga, fanga qiziqishi, hurmati bilan nom ham qozongan, bir paytlar nom chiqargan va Bag'dodda Baytul Hikmat degan bir kattakon markaz tashkil etgan. Hikmat uyi deb. Bu ham tarixga ma'lum odamlarga. Go'yoki hozirda Fanlar akademiyasi degandek gap. Mana shu Ma'mun xalifa sabab bo'lib ko'p olimlar, har xil fan soha olimlari jalb etilgan va ilm fanga rivoj bo'lib, boshqa tillardan, boshqa fanga taalluqli bo'lgan ilmlarni ham arab tiliga tarjima qilish ishlari ko'p rivojlantirilgan. Lekin Mu'tazililar bu odamni mana shunday ilmga, boshqa narsaga, madaniyatu, saqofatu, fanga bo'lgan qiziqishi ahamiyatidan foydalanib uni suiiste'mol qilishdi. Ya'ni fikr erkinligi, hamma narsani inson bilish kerak, turli xil ilmlarni o'rganish kerak deb kelib turib, ular falsafaga aralashib, oxiri Qur'on bu maxluq degan gapni xalifaning miyasiga joylashdi. Va ahli sunna val jamoa imomlarga keyin xalifani, podshoni qarshi qilib qo'ya boshlashdi. Shunday zamonlar bo'ldiki, o'sha bu narsaga siyosatchilar aralashib, o'sha islom nomidagi ba'zi bir ilmli kishilar o'sha podsholarni ham o'zlarining yo'llariga kiritganlardan keyin ularning qo'li bilan qanchadan qancha musulmonlarning qoni to'kildi. Qancha ulamolarning boshlari kesildi. Juda ko'p xunuk ishlar bo'ldi.
Bu odam xalifa Ma'mun 218-yili u odam o'lgan. Lekin shu yili o'zini hamma valilariga, hamma hokimlarga xat yozib aytgan ediki, hamma ulamolarni, qozilarni, shaharlik qozilarini, muftiylarini hammasini yig'ib imtihondan o'tkazilsin. Ularni ishga yaroqlimi, yaroqsiz emasmi, e'tiqodi qanaqa, iymoni qanaqa, aqidasi qanaqa ekanligini yaxshilab tekshirib keyin qo'yilsin. Agar bizning yo'limizga kirsa kirdi, bo'lmasa ularni qattiq jazolansin deb farmon bergan. Aqidasi nima edi? Shu Mu'tazililarning aqidasi bilan ta'sirlanib qoluvdi. O'zi juda ham unaqa ilmli bo'lmasa-da. Ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi odamlarni shaytonning malaylari ular. Bular iymondan nasibasi yo'q odamlar. Bular shaytonning tillari bular. Alloh dinining dushmanlari bular. Ixlos va e'tiqoddan, tavhiddan mahrum odamlar deb yomon gaplar bilan haqoratlar qilgan xatni xalifa tarqatdi. Hammasini huzuriga yig'ib, har bir shaharni valilari bu ishni amalga oshirib, qozilarini, olimlarini, mashhur olimlarni qattiq sinovdan o'tkaza boshlashdi. Lekin Imom Ahmad bin Hanbal va u kishiga o'xshagan boshqa ulamolar esa Allohning yo'lida mustahkam turishdi, qattiq turdilar. Juda qattiq qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan bular e'tiqodlaridan voz kechishmadi. Ya'ni Qur'on maxluq emas, bu Allohning sifati, Alloh bilan azaliy, abadiy Allohning o'zida bor bo'lgan bir sifatdir. Bu gaplar xalifaning qulog'iga yetib borgandan keyin Imom Ahmad boshliq odamlar, ba'zi bir olimlar bu so'zni qabul qilmayotibdi degandan keyin xalifa Ma'mun o'sha zamondagi ahli sunna va jamoa ilmli kishilardan 7 tasini tanlab, ulardan majburlab ahd olib, ulardan shu gapini majburlatib, ularga gapirtirgandan keyin e'lon qildi. Mana ahli sunnamiz deganlar ham shu gapni aytadi, bu ishlarni ham e'tiqodi deb. Ya'ni Imom Ahmadga qarshi qilish uchun boshqa olimlarni, ilm ahllaridan sopini o'zidan chiqarish, bu o'sha qadimdan bo'lgan siyosat, o'sha kishiga qarshi odamlarni tayyorlay boshladi. Lekin baribir bu ham foyda bermadi. Ular so'zlarida mustahkam turdilar. Oxirida majbur bo'ldiki, bu Imom Ahmadni olib menga yuboringlar deb farmon keldi xalifadan. Imom Ahmad bilan yana bir sheriklar Muhammad ibn Nuh degan sheriklarini ushashib, hibs qilishib, juda xo'rlashib, xalifani huzuriga, podshoning huzuriga, Tartus degan joyga jo'natdilar. Lekin Xudoning xohlagani bo'ldi. Bular e'tiqodlarida mustahkam, Allohga suyangan holda so'zlardan qaytmadilar. Bular yetib borgunlarcha u xalifa Ma'mun o'ldi. Imom Ahmad bin Hanbalga ro'baro bo'lib gaplashishni Alloh xohlamadi, o'ldi. Ular yo'ldan yana qaytarildilar. Ammo yo'lda qaytib kelayotganda Imom Ahmad bin Hanbalni sheriklari Muhammad ibn Nuh vafot etdilar. Yo'lda u kishini dafn qilib, janozalarini o'qidilar. Yana qaytarib Bag'dodga olib kelishdi Imom Ahmad bin Hanbalni. Lekin hali siyosat aniq emas, yangi podsho hali tayinlanmagani uchun yangi podsho bo'lsa keyin masala hal bo'ladi deb bu kishini qamab qo'yishdi. 218-yil hijriy hisobida u xalifa Ma'mun o'lgandan keyin uning ukasi yangi xalifa bo'lib tayinlandi. U Al-Mu'tasim billah Muhammad bin Harun ar-Rashid. Bu ham shu Harun ar-Rashidning o'g'li Abbosiylarning 8-xalifalari. 8-podsho bo'ldi ulardan. 179-yilda tug'ilgan, o'zi besavod odam edi deyshadi tarixchilar. U podsho bo'lgandan keyin yana bu harakat to'xtamadi. U ham shu Mu'tazililarning fikridan ta'sirlangan odam edi. Oldingi o'lgan podsho o'layotib vasiyat qilib ketgan ekan, shu ishni oxiriga yetkazsam deb.
Bu tayin bo'lgandan so'ng Imom Ahmad bin Hanbalni zindondan chiqarib ketirdi. Ungacha 28 oy bu kishi qattiq qiynoqlar bilan zindonda azob chekib yotgan ekanlar. Shu Imom Ahmad bin Hanbalga o'xshagan olimlarni agar zabardastliklari-yu Allohning dinini himoyasi yo'lida, e'tiqod himoyasi yo'lida qattiq turishlari bo'lmaganda din o'zgarib ketadigan holatda edi. Shunaqa nozik paytlar o'tgan edi. Keyin o'sha zamonning tarixchilari bo'lib o'tgan voqealarni kitoblariga yozganlar. Imom Ahmad bin Hanbal tarafdorlari ham, ya'ni bu deganimiz ahli sunna val jamoa kishilari, tarixchilari ham, Mu'tazili tarixchilari ham bu voqealarni ta'riflaydilar. Jumladan shulardan birlari yozadilar, bir kun dedilar, xalifa Mu'tasimni saroyi oldiga odamlar to'plandilar. Ya'ni e'lon qilinganki, xalifa Mu'tasim Imom Ahmadni so'roq qiladi. U kishini tekshiradi, o'zi tekshiradigan bo'pti e'tiqodlarini. Odamlar darvoza oldida to'planishib turibdilar. Darvoza ochildi. Keyin kirdik, hammamiz birga bo'lishib, keyin o'rtada maydonga baland bir suppa yasalgan, suppaga bir kursi qo'yilgan. Xalifa Mu'tasim ichkaridan chiqib kelib, kursiga o'tirdi. Kafini yechib, oyog'ini oyog'iga qo'yib chalishtirib o'tirdi. Keyin dediki, Ahmad ibn Hanbal keltirilsin. Imom Ahmad ibn Hanbalni keltirdilar. Shunday ro'baralarga, podshoni ro'barasiga tik qilib qo'ydilar. Podsho dediki, "Ya Ahmad, takallam va la takhaf." Qani, gapir, qo'rqma, dedi podsho. Imom Ahmad dedilarki, "Vallohi ya amiral mu'minin, laqad dakhaltu alayka wa ma fi qalbi misqalu habatin min al-faza'." Ey amirul mu'minin, Alloh nomiga qasam, men shu yerga kirar ekanman, dilimda bir zarracha qo'rquv yo'q, dedilar. "Qani Qur'on haqida nima deysan?" dedi xalifa Mu'tasim. Bu kishi dedilar, Allohning kalomi va u maxluq emasdir. Nima hujjating bor? Hujjat, bir necha hujjatlarni keltirdilar oyatlaridan. Shu hujjatlardan biri aytdilarki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'on." Alloh aytdi Qur'onda, Ar-Rahman, Alloh Rahman sifatli zot Qur'onni ta'lim berdi dedi. Va lam yaqul Ar-Rahmanu xalaqal Qur'on. Ar-Rahman Qur'onni yaratdi demadi-ku. Qur'onni yaratdi degan gap yo'q Qur'onda. O'rgatdi deb Alloh Qur'onda xabar berdi. Shu hujjat. Yana dedi, Yasin val Qur'anil hakim deb Alloh Qur'onda aytdi. Val Qur'anil maxluq demadi-ku. Xullas, so'zdan, gapdan foyda chiqara olmagandan keyin olib kiringlar, qamab qo'yinglar dedi. Olib kirib qamashdi. Ertasi bo'ldi, yana odamlar to'plandi, yana biz ham bordik, qo'shilishib, yana xalifa joyiga chiqib o'tirib, olib kelinglar Ahmadni dedi. Olib kelishdi. Qalay, qamoqxona yaxshi ekanmi dedi. Qanday o'tkazdingiz bu kechani? Xayr, alhamdulillah. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Yaxshi o'tkazdim. Lekin ey amirul mu'minin, bugun men qamoqxonada, zindonda ajib bir holatni ko'rdim. Nima ko'rding? Yarim kechada o'rnimdan turib, tahorat qildim namoz uchun. 2 rakat namoz o'qidim. Namozda alhamdulillah o'qidim. Keyin qul a'udhu bi robbin nas o'qidim. Ikkinchi rakatga ham alhamdulillah qul a'udhu bi robbil falaq o'qidim. Keyin o'tirdim, salom berdim. Keyin turib yana namoz o'qimoqchi bo'ldim, lekin Fotihani o'qigandan keyin og'zimga hech narsa kelmadi. Qul huvallohni o'qimoqchi edim, hech o'qolmadim. Hayron bo'ldim. Keyin ko'zimni bunday qarasam, zindonni burchagida bir narsa ko'rindi. Bu ko'rsam Qur'on ekan. Qur'on bir oq kafanga o'ralgan, o'lik holda ekan. Men uni yuvdim, kafanladim. Unga janoza o'qib ko'mdim. Keyin podsho dediki, "Ey nodon, Qur'on ham o'ladimi?" deb qattiq gapirdi. Keyin Ahmad aytdilarki, "Siz shunday deyapsiz-ku, Qur'on maxluq deyapsiz.
har qanday maxluq o'ladi-da. Maxluq bo'lsa agar, voy bu Ahmad bizni mot qildi. Ahmad bizni mot qildi dedi. Ey Amirul Mo'min, o'ldiring buni. O'ldiring, qutulib qolaylik shundan tezroq. O'ldiring buni deydi. Lekin podsho dediki, men Allohga qasam yod etuvdim. Qasam ichganman buni o'ldirmaslikka, qilich bilan o'ldirmaslikka, qilich bilan o'ldirishga buyruq bermaslikka qasam ichganman. Ha, unaqa bo'lsa, uring buni deydi yonida turgan ilmlilar. Qamchim bilan urish kerak. Ha, to'g'ri. Qani olib kelinglar jallodlarni, uradiganlarni. Olib kelishdi. Keyin Mu'tasim podsho o'sha jallodlardan biriga aytdiki, "Nechta qamchi bilan o'ldira olasan?" 10 tasi bilan o'ldiraman, yo Amirul Mu'minin dedi. Ana ol, bilganingni qil. Qani urchi dedi. Shunda Ahmad ibn Hanbalning kiyimlarini yechintirdilar. Faqat ishtonlari bilan qoldirib, yerga yotqizib ura boshladi. Qo'llariga halqa solib qo'yishdi, bog'lab keyin ura boshlashdi. Haligi jallod bir marta juda qattiq bir marta urdi. Shu bir marta urganida u kishi alhamdulillah dedilar. Yana ikkinchi marta urdi. Mashaallohu kana dedilar. Allohning aytgani bo'ladi. Alloh nima yozgan bo'lsa shu bo'ladi. Allohning xohishigina bo'ladi. Mashaallohu kana dedilar. Uchinchi marta ham urdi. Shunda la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim dedilar. Allohdan quvvat bo'lmasa, Allohdan panoh bo'lmasa hech narsa yo'q. Saqlaydigan ham o'zi, himoya qiladigan ham o'zi, ibodatlarga muvaffaq qilib gunohlardan saqlaydigan ham o'zi qudratli eng buyuk zot Allohning o'zi. Faqat shuni o'zigagina sig'inaman. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim dedilar. 4-chi urush uchun qo'lni ko'tarsa, qo'lni ko'targanida ko'zi u kishini ishtonlariga tushdi. Ishtonni bog'ichi yechilib ketayotgan ekan. Shunda Imom Ahmad boshlarini shunday ko'tardilar, osmonga qarab, lablarini nimadir deb qimirlatdilar, pichirladilar. Hali qamshin tushmasdan turib, shu zahoti bir karomat ro'y berdi. Allohning qudrati ro'y berdi. Ikki tomondan o'sha yotgan joylarda yerdan ikki tomon yer shunday yorilganday bo'lib, ikkita qo'l chiqib keldi. Va qo'l o'sha yechilib ketayotgan bog'ichni, ishtonni bog'ichni mahkam bog'lab yana g'oyib bo'ldi. Buni ko'rib hamma hayron bo'lishdi. Ali yonida turgan podshoning boshini aylantirib turgan ilmlilar ham nima qilishni bilmay bir pasda holatlar o'zgarib qoldi. Ibn Abi Duat degan odam sekin keldida Imom Ahmadning quloqlariga, "Ya Ahmad, Qur'on maxluq deb sekin ayting, meni quloqimga aytib qo'ysangiz bo'ldi. Qur'on maxluq deb qo'ysangiz, men sizni podshoning qo'lidan qutqarib olaman" dedi. Imom Ahmad aytdilarki, "Menga qara, sen meni quloqimga sekin aytib qo'ygin, Qur'on Allohning kalomi, bu maxluq emas desang, men seni Allohning azobidan qutulishingga duo qilaman" dedilar. Buni ko'rib xalifa hayron bo'ldi, nima qilishni bilmay qoldi. Keyin to'xtatdi. 3 marta urganlardan keyin to'xtashdi. Aytdiki, "Olib kiringlar, qamab qo'yinglar, joyga olib kirib qo'yinglar." U kishini ko'tarib olib kirib ketishdi. Ertasi bo'ldi, yana odamlar hammalar yig'ilishib kelishdi podshoning saroyiga. Yana podshoning kursisi qo'yildi, chiqib o'tirdi. Al-Mu'tasim, "Olib kelinglar Ahmadni" dedi. Olib kelishdi. Mu'tasim dediki, "Qalay, bu kecha zindonda qalay o'tkazdingiz?" "Alhamdulillah, Allohga shukr, yaxshi o'tkazdim." "Ey Ahmad, men bu kecha bir tush ko'rdim" dedi podsho. Imom Ahmad dedilarki, "Nima tush ko'rdingiz?" Shunda ikkita yo'lbars menga hamla qilayotgan ekan. Meni yirtqich kelib yeb meni halok qilmoqchi bo'lgan ekan.
Shunda ikkita farishta kelib qoldi. Ikki farishta hali ikkita yo'lbarsni mendan haydab, meni undan saqlab qoldilar va menga bir yozuv uzatdilar tushimda, dedi podsho. وقال لهذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في محبسه. va o'sha ikkita farishta aytdilarki, mana shu qog'ozda Ahmad ibn Hanbalning tushi yozilgan. Bu kecha Ahmad ibn Hanbal ham tush ko'rgan. Uning tushi mana shu qog'ozda deb berib ketdilar. Ey Ahmad, sen nima tush ko'rding? Dedi podsho. Ahmad ibn Hanbal dedilar Mu'tasimga dediki, ey Amirul Mu'minin, o'sha tush siz qo'lingizda edi. Sizga berilgan qog'oz yozilgan. Nima bo'lsa o'zingiz bilarsiz. O'qidingizmi? O'qidim, bildim nima ekanligini men bilib oldim. Qani sen nima tush ko'rding deb podsho so'radi. Shundan keyin Imom Ahmad aytdilar, ha, men ham tush ko'rdim bu kecha. Tushimda qiyomat bo'lgan emish. Alloh taolo hammamizni jam qilibdi. Meni ham, sizni ham. Hammamiz bir joyga yig'ilibmiz. Shunda meni Alloh chaqiribdi huzuriga. Ey Ahmad, kel deb. Allohning huzurida tik turibman. Alloh mendan so'radi tushimda. Ey Ahmad, seni nima uchun kaltakladilar? Men dedim, ey Alloh, Qur'on tufayli kaltaklandim. Alloh mendan so'radi, ey Ahmad, xo'p Qur'on nimadir? Qur'on, ey Alloh, sening kaloming, sening so'zing bu. Alloh dediki, buni sen qayerdan bilding? Kim aytdi senga? Menga, ey Robbim, buni Abdurrazzoq, ya'ni o'sha muhaddislarning ismlaridan biri rivoyat qilgan, o'shaning rivoyatidan. Keyin undan Alloh so'radiki, Qur'on haqida sen nima deding? Sening kaloming deganman, ey Alloh, shunday rivoyat qilganman. Qayerdan olding bu rivoyatni? Menga Muammar buni rivoyat qilgan. Alloh Muammarni keltirdi. Undan so'radi, u kimdan rivoyat qilgansan deb so'ralganda, men buni Zuhriydan rivoyat qildim. Zuhriy menga rivoyat qilgan. Alloh Zuhriyni ham keltirdi. Undan so'radi, nima deysan Qur'on haqida? Ey Allohim, bu sening kitob, sening kaloming deyman. Sen bu rivoyatni qayerdan olding? Urvadan. Alloh Urvani ham keltirdi. Sen qayerdan eshitding? U kishi Oysha, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizlari Oyshadan eshitganman buni. Oyshani Alloh keltirdi. Oyshadan so'radi, ey Oysha, Qur'on haqida nima deysan? Allohning, ey Alloh, sening kaloming. Sen buni qayerdan bilasan? Kim aytdi senga? Buni sening nabiying Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Oxiri Alloh taolo Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamni keltirdi, dedilar Imom Ahmad. Keyin Alloh Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga savol qildi. Hurmatli jamoat, hozircha suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh kelgusi jumalarda nasib bo'lsa davom ettiramiz. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Muhtaram jamoatul muslimin, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, Rasulullohga salomlar, duolar bilan bu muborak ayyom suhbatimizni boshlaymiz. Hozir esa o'tgan jumadagi mavzumizni davomiga o'tamiz. Ma'lumlaringizki, biz bir necha jumalardan buyog'ida Payg'ambar alayhissalatu vassalom maqtagan toifa, najot topuvchi toifa, jannatga yetuvchi toifa, inshaalloh biz sizlar o'shalardan deb umid etadigan toifa haqida, ularning ko'zga ko'ringan ulamolari, ustozlar deb hisoblanadigan kishilar haqlarida suhbatlashib, oxiri suhbatimiz ana shu imomlarning 4-chilari
Hazrat Imom Ahmad bin Hanbal haqlarida bo'lgan edi. Bu kishi avvalgi o'tganlarga qaraganda ham ko'proq fitnalarga duchor bo'lib, Allohning sinoviga, qattiqroq sinovlarga uchraganlarini biz bildik. O'z zamonasida nafaqat bu kishi, u kishidan oldin o'tgan boshqa imomlar ham dinda mustahkam turishgani uchun boshqa ayblari yo'q edi. Alloh va Rasulining so'zini bandaning so'zidan muqaddam bilganlari uchun, sunnatga amal qilganlari uchun o'z zamonalaridagi hukmdorlardan, siyosatchilardan qattiq tazyiqlarga uchraganlar. Juda qattiq baloy va ofatlarga ular shu dinga sodiqliklari uchun ro'baro bo'lganlar. Ammo bu ularning darajalarini ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bu xalqni, musulmonlarni diniga yana ham mustahkamroq yopishishlariga mana shu zotlarning sabrlari, matonatlari sabab bo'ldi. Ya'ni odamlar, xalq, mu'minlar, musulmonlar mana shu zotlarni ko'rganda bular shu darajada qattiq qiynalsalar ham, azob va uqubatlarga duchor bo'lsalar ham, Allohning yo'lidan chekinmaganlari boshqalarga albatta ta'sir etmasdan qolmaydi. Agar o'sha siyosatdonlar ham bu darajada bu zotlarga tazyiq qilishmaganda edi, balkim odamlarning e'tiqodi, iymoni bunchalar mustahkamlanmasmidi. Bu hammasi Allohdan ibrat, saboq, bu maktab, bu yo'l, islom yo'li shunaqa. Qattiq qiynasalar ham, tazyiq qilsalar ham, ursalar ham, o'ldirsalar ham, uni zindonga solsalar ham, chidasa, sabr qilsa, kerak bo'lganda jonini bersa, arziydigan yo'l ekan. Shu yo'lda o'lsa bo'ladigan yo'l ekan degan e'tiqod, tushuncha mana shu tazyiqlardan keyin paydo bo'lmasdan qolmaydi albatta. Shuning uchun ham bu kishilarning hayotlari hammamizga saboq va ibrat. Ma'lumlaringizki, ana shunday voqealarni eng qattig'i fitnatu xalqil Qur'on deb tarixda iz qoldirdi. Bu narsani musulmonlarning ichida paydo bo'lgan Mu'tazililar degan toifa paydo qildilar. Bu masala musulmonlarga hech bir foyda bermadi. Zarar keltirsa ketirdiki, ammo bir tiyinlik foydasi bo'lmadi. Aslida u zararli narsa edi. Aslida u chuqurroq qarasa kufr edi. Dindan chiqish edi. U dinni buzish edi. Qur'oni Karimni ular maxluq dedilar. Ya'ni Alloh uni keyinchalik yaratgan, paydo qilgan dedilar. Ahli sunna val jamoa esa Qur'on maxluq emas, u Allohning sifati, bu g'ayr maxluq dedilar. Ba'zi bir siyosatdonlar bu fikrdan ta'sirlanib, Mu'tazililarni, ba'zi birlarning gapga ustaligi yoki podshohga yaqinroq mansablarni egallab olganlari tufayli o'sha zamon hukmdorlarini boshli aylantirib, ancha munchalarni o'zlarining yo'llariga kiritdilar. Bu o'sha yuqorida o'tgan suhbatimizda aytib o'tganimiz xalifa Harun ar-Rashidning o'g'li Ma'mun zamonidan boshlab bu qattiq avjiga kirib ketdi. Ma'mun esa o'z davrida juda ilm va fanni yaxshi ko'radigan, olimlarni hurmat qiladigan, dinni suyadigan, dinning himoyachisi, ilm fanning himoyachisi degan laqablarga musharraf bo'lgan edi. O'shaning davrida Baytul Hikmat, hozirgi tildagi fanlar akademiyasi deb tarjima qilishadi. Bag'dodda shunaqangi bir Darul Hikmat, Baytul Hikmatni shu Ma'mun paydo qilgan, unda turli xil ilm fan namoyandalarini jamlab tarjimalar qilingan, ko'p asarlar yozilgan, boshqa tillardan tarjima qilingan shunaqangi ishlarga bosh qosh bo'lib, o'zicha juda tafakkuri keng, dunyo qarashi, tasavvur doirasi keng odam deb maqtalgan odam, qarang kelib Hazrati Imom Ahmad zotga bu teskari bo'ldi. Uni hamma qilgan ishlari ham bir tomon bo'ldi-yu, go'yoki ilm fan himoyachisi ekanligi bir tomon bo'ldi-yu, lekin tarixga bu odam, bu ma'rifatparvar podsho Imom Ahmaddek kishiga qarshi bo'lgan, u kishini qiynashga,
birinchi bo'lib boshlagan odam sifatida tarixga yozilib qoldi. Endi to qiyomatgacha din tarixi, islom tarixi, ahli sunna va jamoat tarixi haqida so'z ketsa, imom Abu Hanifani tilga olmasdan bo'lmaydi, imom Malikni gapirmay bo'lmaydi, u kishidan keyin Shofiy, u kishidan keyin imom Ahmadni gapirmay bo'lmaydi. Imom Ahmad yodga olingan paytda fitnatu xalqil Qur'on, Qur'onni maxluq deyish fitnasini gapirmay bo'lmaydi. Bu fitnani gapirgan paytda o'z-o'zidan Ma'mun, xalifa Ma'munni tilga olmasdan bo'lmaydi. Allohning sinovi ekan. Lekin oxir oqibat bu narsa 10 yillardan ortiq davom etdi. Imom Ahmad va u kishining yonlarida ba'zi bir olimlargina sobit qadamlik bilan mustahkam turdilar. Ancha-muncha olimlar esa o'sha so'zni aytdilar. Ular qattiq qistubasga olib, qiynoqqa solib, agar olim deb tanilgan bo'lsa, ilmli deb nomi chiqqan bo'lsa, albatta bu imtihon qilinsin, albatta shu savol berilsin. Agar uning fikri shu xalqu Qur'on maxluq desa, joyida qoldirilsin, bo'lmasam kallasi olinsin. Qattiq gapdan keyin, qattiq hukmdan keyin ancha-muncha odam dosh berishi qiyin ekan. Ko'p olimlar o'limdan qo'rqib o'sha podshoning so'zini aytdilar. Bu bir jihatdan o'lim oldida, o'limga ro'baro kelib qolgan paytida kufr so'zini aytsa joiz. Ularning hammasini boshqa tomonga hisoblab bo'lmaydi. Lekin afzali qaysi deganda, mana bu imom Ahmadning qilgan ishlari afzal bo'ldi va shu kishining sabrlari, matonatlari sabab bo'lib din islom saqlanib qoldi. Asli din islomning saqlanishi oldindan ma'lum. Alloh taolo qiyomatgacha bu davom etadi degan va'dasi bor-ku. U bitta odamning qo'lida qolgan emas. Lekin kimlardir shunga sabab bo'ladi? Qaysi bir mo'min musulmonning hayoti, uning mehnati, mashaqqati, sabr va matonati shu din mustahkam, musaffo holda saqlanishiga sabab bo'ladi. Bular haqlarida, imom Ahmad haqlarida ko'p tarixchilar yozishgan, ko'p olimlar fikrlarini bildirishgan, jumladan Ibn Taymiyya ham o'z kitoblarida كان الإمام أحمد الذي ثبته الله وجعله إماما للسنة حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة يمتحنون الناس به فمن وافقه كان سنيا وإلا كان بدعيا degan iboralar bor ekan. Ya'ni Imom Ahmadni Alloh taolo shu yo'lda qadamlarini mustahkam qildi. U kishiga Alloh quvvat berdi. Mana shu fitna paydo bo'lgandan keyin odamlar o'rtasida olimlarning shu so'z bilan ilmlarini sinash paydo bo'ldi. Kimki agar Imom Ahmadga muvofiq kelgan bo'lsa, uning otini sunniy deb ayta boshladilar. Imom Ahmadga teskari, lekin o'sha mu'tazililarga va podshoning so'ziga muvofiq gapirganlarni esa bid'iylar deb nomlab boshlandi. Bu 3-asrdan buyoqda, 3-hijriy asrdan berida keyin sunniylar degan so'z mashhur bo'lgan ekan. Mana hozirgi kunga kelib sunniylar degan ibora dunyoga ma'lum. Ahli sunna val jamoa bu toifa o'sha Qur'on va sunnatga muvofiq yuradigan toifa. Ularning ichlarida turli xil mazhablar bo'lsa ham, Hanafiylar, Maliki, Shofiy, Hanbalilar bo'lsalar-da, lekin mana shularning hammalari sunniylar deyiladi. Ya'ni e'tiqodlari Qur'on va sunnat doirasidan chiqmaydi ularni. Ibodatlari shakli har xil bo'lsa-da, aqidalari bir xil, e'tiqodlari bir xil. Bu nomning paydo bo'lishiga, demak shu Imom Ahmad zamonlarida bo'lgan o'sha Qur'on fitnasi, Qur'onning xalq maxluqlik masalasi fitnasi yoki maxluq emaslik masalasi fitnasi shunga davom sabab bo'ldi. Bu fitna 10 yildan ortiqroq davom etdi. Ma'munning xalifaligini oxirgi damlardan boshlangan edi. Keyin Ma'mun Imom Ahmadni o'zlari bilan ro'baro bo'lib, u kishini tekshirib so'roq qilaman degan, lekin maqsadiga yetmagan. Imom Ahmadni olib borgunlarcha Ma'mun o'lgan. Undan keyin uning ukasi Mu'tasim xalifa bo'ldi. Mu'tasim bu kishiga qattiq aziyatlar berdi, kaltaklatdi. U Mu'tasimdan keyin ukasi Al-Vasiq va o'g'li Vasiq bin Mu'tasim xalifa bo'ldi. Undan so'ng xalifa Mutawakkil alalloh
deganning zamonasiga kelganda Alloh taolo musulmonlar ustidan bu baloni ko'tardi. Ana shu al-mutawakkil alalloh xalifa davrida keyinchalik bu ishlar hammasi unutib bo'lib, kitob va sunnat, Qur'on va sunnat bu birinchi o'ringa chiqib, podsho o'zi e'lon qildirdi. Bundan buyog'ida Qur'on va sunnat deb kelinglar. Tafaddalı. Sıra sürülüp cevap verirler mehmanlara. Tafaddalı. Biz o'tgan safar xalifa Mu'tasimni oldida İmom Ahmad bin Hanbalni so'roq savol qilganlarini tafsilotini biroz eshittirgan edik. Lekin o'rni kelganda shuni ham aytib o'tamizki, bu tarix, bu to'qima afsona emas, tarix. Lekin baribir tarix Qur'on bilan sunnat bilan tenglashmaydi hech qachon. Qur'on va sunnatga, hadisga qattiq tadqiq etiladi, qattiq ahamiyat beriladi. Shuning uchun uni sahihi bo'ladi, hadisni g'ayri sahihi bo'ladi, zaifi bo'ladi, to'qimasi bo'ladi. Lekin tarixga bunday jihat bilan yondoshilmaydi. Shuning uchun tarixlar ko'pi xilma-xil bo'ladi. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz keltirayotgan o'sha hikoyalar bu tafsilot bo'lgani uchun ba'zi kitoblarda boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Lekin umumiysi o'sha. Bu voqealar hammasi ma'lum oydek kundek ravshan bo'lgan voqealar, tarixiy voqealar. Lekin tafsilotida o'zgarish bo'lishi mumkinligini ham eslaringizga solib o'tamiz. Ya'ni biz o'sha xalifa Mu'tasimni tush ko'rganligi, Imom Ahmadni 3-kun kaltaklatgandan keyin kechasi o'qishini zindonga solib qo'ygach, kechasi o'qishi ham tush ko'rganlari va Mu'tasimni ham tush ko'rgani haqidagi joyga kelib to'xtagandik. Shuda bu masalani Alloh taolo o'zi so'ragani va oxirida shu tushni Ahmad ham ko'rgan degan xabar berilgani va Imom Ahmaddan keyin nima tush ko'rding deb so'raganda rivoyat qilingan hadisni birma-bir roviylarini go'yoki Alloh taolo keltirib birma-bir so'ragani va oxiri Hazrat payg'ambargacha bu narsani so'ratib oxirida tasdiq bo'lgani haqiqatan ham Al-Qur'on kalami g'ayr maxluq degan iborani Alloh u kishining tushlarida aytgan va buni xalifa ham ko'rgan. Keyin bu tushlarni aytib berganlardan keyin xalifa qo'rqib, o'rnidan turib, yig'lab, tavba tazarru qilib, "Ey Ahmad, sen to'g'ri aytding, men bilmabman, men xato qilibman" deb tavba tazarru qilgani keltirilgan. Keyin yonida turgan o'sha ikkita ilmli kishi, bular Mu'tazililarni ilmlilardan bo'lgan, Mu'tazili olimlardan birining ismi Ibn Abi Duat, ikkinchisining ismi Bishrul Marrisi bo'lgan. Bular o'sha adashgan toifalarni ko'zga ko'ringan olimlar bo'lgan. Bular butunlay yo'ldan chiqib ketishgan. Bu ahli sunna va jamoadan emas. Bular esa ahli sunnaga shunday qattiq qarshiliklar qilib, podshoga bularni yomon ko'rsatib, oxiri bularning ham sirlari fosh bo'lgandan keyin podsho tavba qilib bu ikkovlarini boshini kestirdi deb yozadilar bir kitobda. Lekin yana boshqa bir rivoyatlarga qaraganda Imom Ahmad bin Hanbal bu o'zlariga qarshi bo'lgan kishilarning haqqiga duoibat qilgan ekanlar. Shundan keyin o'sha olimlarning birini podshoh o'ldirdi. Ikkinchisini esa dedilar, Xudo shu tiriklik vaqtda bir kasalga mubtalo qildi. U kasallik shunaqa kasallik ekanki, ovqat yeyolmas ekan, suv icha olmas ekan, uxla olmas ekan. Bir tomchi suv tegsa xuddi olov tegandek bo'lar ekan. Sal issiq tegsa ham olov tegandek bo'lar ekan. Shunday hayotida Alloh uni azobladi. Bu kishiga qarshi bo'lgan
bir ilmlikni. Oxirida mana shu kasallik bilan tuzalmasdan u dunyodan ketdi, o'ldi. U kishidan keyingi davrda kelgan podsho, hali aytdik yuqorida, xalifa mutavakkil alalloh zamonida amr farmon chiqardiki, endi bu gaplar to'xtatilsin, faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sabit bo'lgan hadis bilan va yana sahobiylardan va tobiinlardan bo'lgan rivoyatlar bilangina e'tiqod masalasi, din masalasi yuritilsin degan hukmni chiqardi. Unga esa toza bo'lgancha bo'lib, adashganlar, yo'ldan ozganlar, hatto Allohning kitobini o'zgartirishgacha borib yetgan edilar. Ana shu toifalardan birlari Qur'oni Karim oyatlaridan A'udhu billahi minash shaytonir rojim, laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir oyatini, ya'ni Allohga hech narsa o'xshamaydi, Allohga o'xshash hech bir narsa yo'qdir. U eshituvchidir, ko'ruvchidir degan oyatini va huwas samiul basirni va huval azizul hakimga o'zgartirdilar. Bir adashgan toifalar bularni kofirlar deyiladi. O'zi musulmonman deb da'vo qilaveradi. Qur'onni, islomni himoyachi sifatida chiqadi o'rtaga. Lekin asli sunnat yo'liga, ahli sunna va jamoa yo'liga qarshi teskari odamlar, bularning hukmlari kofir deyilgan. Oyatni o'zgartirishgacha borib yetdilar. Ilmliman degan odamdan savol qilib so'rardilar. Laysa kamislihi shay'un. Shu oyatni so'rardilar, nima deysan? Va huwas samiul basir desa, uni mushabbih dedilar, Xudoni insonga o'xshatib qo'ygan, kofir bo'ldi deyshardi. Lekin o'zlari Allohning oyatini o'zgartiradilar. Ya'ni as-sami' degan eshituvchi, basir ko'ruvchi. Biz shunday deb ahli sunna e'tiqod qilishimiz kerak. Lekin bir adashgan toifalar aytadilarki, agar sami' desa, eshituvchi desa, Xudoni insonga o'xshatgan bo'lib qoladi. İnsonning qulog'i bor, inson eshituvchi degan sifatga loyiq, Xudo loyiq emas deb hatto shu darajagacha bordilar. Ammo bunaqangi adashuvchilik, buzg'unchilik bu butun musulmon ummatini qoplab ketmaydi ekan. Chunki bu dinning himoyachisi Alloh. Allohning madadi bilan ichidan musulmonlar ichlaridan yaxshi odamlar chiqadilar. Din salomat saqlanib oxirgacha, qiyomatgacha davom etaveradi. O'shanday kishilardan birlari demak Imom Ahmad bo'ldilar. Bu kishi ilm bobida qoldirgan meroslari ham juda e'tiborga loyiq, muhim. O kishi Musnad ismli hadislar to'plamlarini o'zlaridan keyin meros qilib qoldirdilar. O kishi o'zlari faqih edilar, faqih ulamolardan, lekin hadisga bo'lgan e'timodlari, hadisga bo'lgan ahamiyatlari juda ham kuchli bo'lib, o kishi muhaddis tarzda ham, hadis ulamolari nazdida ham mashhur bo'ldilar. Yozgan, to'plagan kitoblari Musnad umrlari davomida ko'p mehnat qilib, mana shu kitobga 30 ming dona hadisni jam qilgan ekanlar. O kishining o'zlarining so'zlaridan keltiriladigan bo'lsa aytadilarki, bu kitobni men deydilar 750 ming dona hadisni ichidan tanlab oldim. 750 ming hadisdan o kishi tanlab 30 mingtasini o'zlarining kitoblariga jamladilar. Bu kitob hanuzgacha islom manbalaridan, hadis manbalaridan biri sifatida qadri qimmatli. Lekin u kishidan keyingi kelgan ulamolar davrida hadis ilmi yana ham rivojlangan, taraqqiy topgan. Eslaringizda bo'lsa, Imom Buxoriy, Imom Muslimlar, Imom Ahmad bin Hanbalga shogird bo'lishdi va insof bilan aytiladigan bo'lsa, albatta o'sha Imom Buxoriy va Muslimlarning kitoblari birinchi pog'onaga ko'tarildi. Qur'ondan keyin eng muhim, eng ishonchli kitob deb Sahih al-Buxoriy e'tirof etilgan. Lekin shu Sahih al-Buxoriylarning jamlanishida ham Imom Ahmad bin Hanbalning musnadlari o'ziga xos xizmatga ega. Hanuzgacha bu kitob musulmonlar, ulamolar qo'llaridan tushmaydi, asosiy manba hisoblanib kelaveradi.
imom Ahmad bin Hambalning vafotlaridan oldin u kishi bir kasal bo'ldilar, lekin kasalliklari ham uzoq davom etmadi. Umrlarining oxirida xalifalar, podsholar bu kishiga juda qattiq izzat ikrom ko'rsatib qoldilar. Chunki kechroq bo'lsa ham tushunib yetdilar, bu kishi haq ekani. Din himoyasi uchungina mustahkam turganlari ma'lum bo'lgandan keyin bu kishini poytaxtga chaqirib, Bag'dodga chaqirib, xalifa 7 kun mehmon qildi. Lekin 7 kungacha u xalifaning ko'yniga qarab, u kishi uni saroyda mehmon bo'lib turgan bo'lsalar-da, bir qultum suvni ichmagan ekanlar, bir tishlab non yemagan ekanlar. Berilgan hamma ziyofatni boshqalarga, xizmatchilarga, boshqa kambag'allarga tarqatib, taqsimlab berar ekanlar. Oxirida kasal bo'ldilar, kasallari 9 kun davom etdi. Bu muddat davomida bu kishining kasalliklari butun mamlakatga yoyilib, hamma odamlar qattiq tashvishga tushgan ekanlar. Nafaqat odamlar, balki mamlakatning boshliqlari ham qattiq iztirobga, tashvishga tushib qoldilar. Har kuni to'xtamasdan xabar olib turishardi. Oxiri bu kishi vafot etishlari 241-hijriy sanaga to'g'ri keldi. 241-hijriy sanada 12-Rabiul Avval oyida juma kuni bu kishi omonatni topshirdilar. Bu kishi kasal bo'lib yotgan paytlarda deydilar tarixchilar, odamlar u kishini ziyoratlarga kelamiz deb ko'chalar to'silib qolardi. Shunda xalifalik tomonidan posbonlar, soqchilar qo'yilib, odamlarni majburlab yo'l ochib, odamlarni u kishining uylaridan qaytarishga, hukumat aralashishga majbur bo'lardi. Shu darajada xalq qattiq u kishiga o'rganib qoluvdi. Vafotlarida turli xil rivoyatlar keltirilgan ekan. U kishining vafotlari eshitilgandan keyin janozalariga yig'ilgan odamlar, ba'zilar deydilar 800 ming odam yig'ildi janozada bir rivoyatda. Yana bir rivoyatda 2 millionga yaqin odam yig'ilib u kishining janozalarini o'qildi deydilar. Alloh taolo hammalarini rahmatiga, mag'firatiga sazovor qilsin. Ana shu zotlarni demak harakatlari bilan din islom bugungi kungacha davom etib kelyapti. Allohning xohishi, irodasi, hali biz yuqorida aytdik, bir insonning o'ziga buni bog'lab qo'yib bo'lmaydi aslo. Alloh taolo bu dinni liyuzhirahu alad-dini kullih degan hamma dinlar ustidan zohir qilish uchun Alloh taolo bu dinni yuborgan, Hazrat Muhammad payg'ambarni yuborgan. Lekin har zamonda, har makonda shu dinga xizmat qiladigan, xolis Alloh uchun xizmat qiladigan yaxshi odamlar, olim va ulamolar yetishib chiqaveradilar. Ularga qarshi bo'ladiganlar ham bo'ladi. Alloh taolo o'zini hikmatini, qudratini, mo'jizasini har zamonda, har makonda namoyon qiladi. Bu kishilarga, ulamolarga, din ahliga qarshi bo'lganlar ma'lum bir muddat davomida qo'llari baland kelsa-da, lekin bu doimiy bo'lmaydi. Chunki bu narsa ustida Alloh bor. Bu dinning himoyachisi Alloh. Odamlarga buni ko'rsatish uchun insonlar, mo'min musulmonlar bu dinga muhabbatlari oshsin uchun, yana ham ixlos va e'tiqodlari qattiqroq bo'lsin uchunmi Alloh mana shunday sinovlarni beradi. Odamlar yana ham hushyorroq tortadilarki, din shunaqa narsa, e'tiqod shunaqa narsaki, buni baribir tortgan bilan, qo'zg'agan bilan, u narsaga fitna aralashtirgan bilan bu maqsadga erishib bo'lmaydi. Yomon niyatli odamlar, balki mo'min musulmonlar bor ekan bu dunyoda, din, iymon, e'tiqod bor ekan, Alloh o'zi buni himoya qiladi. Ana shu himoyachilardan birlari, demak, bu ahli sunna va jamoa imomlarining oxirlari, Hazrat Imom Ahmad bin Hambalning hikoyalari, u kishining tarixlari qisqachasi mana shundan iborat, lekin bu shundangina, shu bilangina kifoyalanmaydi. Yana xohlaganlar yana kitoblarni varaqlasalar, tarix kitoblarini varaqlasalar, xohlagancha ma'lumot olishlari mumkin. Bularning ishlari hammaga saboq, ibrat. Endi muhtaram jamoat, yana mavzumizni biroz mana Ramazon-i Sharif mavzusiga qaytaramiz. Bu oyda Alloh taolo siz bilan bizni bir iymon e'tiqodlarimiz,
amallarimiz mustahkamlanishi uchun va bizga o'z huzuridan marhamatlar, muruvvatlarini yana ham ko'paytirish uchun bu ulug' kunni ato qilganini Xudoyo esimizdan chiqarmaylik. Mana shu kunda insonni ruhi tozalanib, poklanib, inson nafsi biroz tarbiya topadigan muddat. Bu ro'zani Alloh taolo boshqa ibodatlardan ko'ra fazilatini ortiq qildi. Hatto ba'zi birlar buni jihoddan ham ustun qo'yadiganlar bor. Chunki deydilar, qiyomat kuniga borganda mujohidlarning qonlaridan mushku ambarni hidi taralib turadi deyilgan hadis bor. Ammo xuddi shunga o'xshab ro'zadorlarning og'izlaridan kelayotgan hid esa mujohidlarning qonlaridan chiqayotgan mushku ambardan ham ko'ra afzalroq. Ba'zi birlar buni jihoddan ustun qo'yadilar. Lekin hadislarda jihod bu dinning cho'qqisi deyilgani u aniq. Ammo u farzi kifoya, bu farzi ayn. Farzi ayn har bir shaxsni o'zini zimmasiga vojib yozilgan. Bu farzi aynni bajarmagan odam farzi kifoyani bajargan bilan uni ishi o'nglanmaydi. Farzi ayn har bir shaxs ustida u o'z vaqtida to'xtamasdan takror aylanib kelib turadigan Alloh tomonidan buyurgan ulug' bir ibodat. Bu Ramazon ro'zasini ahkomlari, ro'zani tartibi, qoidalari haqida inshaalloh yana boshqa jumalarimizda to'xtab o'tarmiz. Hozircha ba'zi bir savollarga ham mayli javob berib o'tishga harakat qilamiz. Safarga chiqayotgan odam, ro'za tutishni niyat qildik, safarda mumkinmi yoki mumkin emasmi debdilar. Safarda ro'za tutish joiz. Imkoniyati bor odam, qiynalmaydigan odam bo'lsa, safarda bo'lsa ham tutsa, o'z vaqtida ado qilgan bo'ladi. Ammo Alloh bandalarga qiyinchilikni ravo ko'rmaydi, balki safarda ro'zani ochib bemalol safardan qaytib kelgandan keyin tutib berishlari mumkin. Biz mana bu Ramazon oyida bir-birimizga muruvvatimiz, ihsonlarimiz, yordamlarimizni unutmasligimiz bu ham muhim narsa. Alloh taolo insonlarni boylik berib ham, biroz faqirlik, kambag'allik berib ham sinaydi. Boylik nasib bo'lgan odamlar boyliklarini har xil yo'llarga, maishatlarga, ortiqcha isrofgarchiliklarga sarflashlari nojoiz bo'ladi. Alloh ularni sinayotgan bo'ladi. Kambag'allarni ham sabr bardoshlarini va iymonlarini Alloh sinayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana bunday ulug' kunlarda yana bir eslatadiganimiz, muhtoj odamlar, kambag'al kishilar istagancha topiladi. Ba'zi odamlar ko'rinayotgan bo'lsa, u to'g'ri emas, yo'qligidan emas, o'shanday odamlar yo'q deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun hammalaringizni o'sha Alloh nasib etib qo'llaringizga Alloh boylik bergan odamlarni yon atroflarga e'tibor berishlariga tavsiya qilamiz. O'zlarini zakotlari ko'p, farz zakotlar, ularni berish kerak. Ammo undan tashqari ham, zakotdan tashqari ham bir-birlaringizda haqlaringiz bor deganlar payg'ambar alayhissalom. Mana iftorliklar qilinadi, boshqalar qilinadi. Xayr, bunga hech qanday qarshilik yo'q. Iftorlik ham islom musulmonlarni bir ziynati, bir-birlarini bir joylarga jamlab, bir-birlariga izzat ikrom ko'rsatishni bir ramziy ifodasi deb qaraymiz. Ammo modaga aylanib qolsa foydasi yo'q. O'zlari ro'za tutmasdan, o'zlari namoz o'qimasdan faqatgina iftorlikni qilib shu bilan maqtanib yuradigan odamlarga esa hech qanday foyda bo'lmaydi. Shuning uchun o'zi inson ro'zasini tutsin, ibodatini vaqtida bajo qilsin. Bu farzi ayn. Lekin iftorlik qilish farzi ayn emas. Ro'za tutish farzi ayn, namoz o'qish farzi ayn, Qur'ondan ozgina namozga yetadigan hech bo'lmasa yod bilish farzi ayn. Iftorlik qilish farzi ayn emas. Bu bir savoblik, mustahab amal deyish mumkin. Shunga e'tibor berish kerak.
agar muhtoj odamlarni topib, musofirlarni topib, yoki talabalarni topib, ularga iftorlik o'tkazib berish kimga nasib bo'lgan bo'lsa, buni maqtasa bo'ladi. Mana atrofda o'qiyotgan, institutlarda o'qiydiganlarning ham ichida musulmonlari ko'p, ro'za tutadiganlari bor, namoz o'qiydiganlari bor. Ularni esa holdan xabar oladigan odamlar yo yo'q, yo bor, u yog'i muammo. Ammo to'qlar bir joyga jamlanib, bir-birimizga mulozamat qilishni uddasidan chiqib, uni qoyillatamiz. U yog'i aytsak ham, aytmasak ham bo'laveradi. Ammo muhtoj odamlarni esdan chiqarib qo'yish, to'qlar chaqirilib, muhtojlar qoldiriladigan taom eng yomon taom deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. To'qlar yeyotgan taomlar juda bir chiroyli dabdabalar bilan o'tkazilayotgan iftorliklar halol bo'lsin uchun, shular oqlansin uchun biz buni qorlaymaymiz. Oqlashga harakat qilamiz, oqlashimiz kerak, lekin oqlash uchun bu yoqdagi muhtojlarni ham o'sha bu yoqdan kelib musofir bo'lib bu yerda istiqomat qilayotgan yoki bo'lmasam o'qiyotgan, ishlayotgan odamlarni ham holidan xabar olgan holda, o'shanday muhtojlar qoldirmagan holda keyin iftorliklar davom etsa juda chiroyli bo'ladi. Agar sizlarning ichlaringizdan shundaylarga biz yordam beramiz deydigan saxovatlilaringiz bo'lsa, o'zingizlar topsanglar topinglar, topmasanglar kelinglar biz oldimizga. Sizlarga o'shunaqangi adreslarni beramiz. O'shunaqangi joylarni tayinini aytamizda, o'zlaringiz borasizlar, xohlanglar pishirib beringlar, olib borib masalalaringizni. Xohlanglar o'shanday kishilarni sho'tlariga, hisoblariga o'tkazinglar. Xohlanglar o'shalarni bir mutasaddisini topib, qo'liga pulni berib, o'ziga topshirib kelinglar. Bunaqa odamlar, shunaqangi joylar loyiq, juda ham munosib. Po'latga suv quygandek bo'ladigan joylar yo'q emas. Bor, balki ko'p. Xohlaganlar bo'lsa agar menga savob kerak. Allohning huzurida qiyomatda menga ozodlik kerak. Qiyomatda azobdan ozodlik kerak. Qiyomat dahshatidan qutulayman. Qiyomatdagi tashnalikdan Alloh meni asrasin degan odamlar bo'lsa, o'shanday kishilarni inshaalloh sadaqasi, ihsoni, o'sha iftorlik bo'lib yoki saharlik bo'lib boradigan o'rinlari juda izlagancha topiladi, bor. Biz shuni bilib turib, ko'rib turib indamasak, mana iftorliklaringizga chaqirasizlar, boramiz. Alloh xayrlaringizni bersin. Bizni chaqirmasanglar ham savob topaverasizlar. Lekin mayli, insonga hurmati boriladi. O'sha yerda yig'ilgan odamlarga dinni, iymon, e'tiqodni tushuntirib, amr ma'ruf, da'vat bo'lishi e'tibori bilan bu biz uchun qadrli. Mayli iftorlikka ro'za tutmagan odamlar kelsa ham mayli deymiz. O'sha yerda faqat shu shart bilanki, Allohning dini yetkazilsa agar, ro'za tutmagan odamga berilgan ovqat ham oqlanadi. Bo'lmasa uni qanday qilib oqlashni bilmadik. Demak, har bir narsaga savob bo'ladimi, savobi qanaqa bo'ladi degan e'tibor bilan qarash kerak bo'ladi. Xo'p, yana bir savollarida kunduzi g'usl qilsa bo'ladimi? Atir sursa bo'ladi. Bo'lsa qilsa, masalan, bolasinimi? Xayr, joiz. Ro'za ushalmaydi. Xushbo'y narsalar surish ham joiz. G'usl qilish ham joiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.